Menimcha yetib keldim shekilli. Ha, yetib kelibman. 71-qishloqqa xush kelibsiz. 71-qishloq. Akalar, yangilik obunachilar. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va Jo'xa yangi qishloqda. Albatta, yangi qishloqdagi videolarni xohlaysizlar, bunda kanalga tez obuna bo'linglar. Endi mana shu qishloqda ham ko'proq texnologiyani qilinglar. Video olishga harakat qilaman, lekin dahshat qishloq ekan bor akalar. Ona yoqda shuncha yo'ldan kirib borish kerak ekan. Bu yoqda politsiyachi bor ekan shekilli. Bizda ham qishlog'imizda shunaqa politsiyachi bor edi. Ismi Toshmat edi. Bu yerdagi Eshmat bo'lsa hayron qolmayman. Bu yerda nima ochib qo'yishibdi. Menimcha sel kelganda suv oqadigan joy bo'lsa kerak. Bu yerda mana qishloq bor ekan. Uy bor ekan. Meni uyimga o'xshar ekan. Yana shifoxona bor ekan bu yerda ham. Bizda shifoxonaga o'xshaydigan shifoxona ekan. Menimcha o'sha shifoxonami deyman-a. Brat, assalom. Va alaykum, bu yerda hamsenmi? Bu qishloqda ham sizlar ishlaysizlarmi? Ha, zo'rmi? Ha, chotki malladdes, lekin bor. Bu tomoni o'sha 99-qishloqqa o'xshar ekan. Bu yoqlar tekshirib ko'raychi, yana nimalar bor. Mana yoqda yangicha uy bor ekan. Yangicha emas, shu eskicha uyda, faqat prosta bu yoqda bunaqa uy turmasdi avval. Janob merda idorasi mana shu bo'lsa kerak. Bu yoqda yozib qo'ymagan ekan. Endi yozdirsa kerak menimcha. Yana nimalar bor ekan bu qishloq, bir aylanib chiqayinchi, keyin merda oldiga kelaman. Bu yerlar 99-qishloq bilan bir xil. Mana bu yerda do'kon bor ekan, kompyuterxona yo'q ekan aytgancha. Mana bu yerda shifoxona ekan. Kompyuter do'kon bu yoqqa kelib qo'ygan ekan kompyuterxona. Bu yerda bitta bu yoqda parkovka, mana bu yerda ekan. Mana bu yerda oshpaz bilan xotini nima qilyapti? Nima qilyapti akalar, uni qaranglar. Romantika shekilli, mayli, yaxshi romantika bo'lgani yaxshi. Yangi oshpaz tug'ilsa kerak yaqin orada. Bu yerda esa bitta qaysidir jetelda uy egasi bor ekan. Uy egasi deganda uychasi degan nazarda tutaveringlar. Bu yerda ham bitta uy bor ekan, bilmayman bu kimning uyi. Bu yerda o'sha bu qanaqa joy ekan-a? Bu yerda chotki qilib mana tushadigan joy qilib qo'yilgan ekan. Bu yerda shaxta bor ekan akalar. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda adashmasam bu janob merda Polizova, mana bu janob merda uyi, chunki mana yerda xotini bilan bolasi turibdi. Sherali qalaysan? Yaxshimisan? Eshitmayapti shekilli. Yanga, yaxshimisiz? Yanga meni ko'ryapti, eshitmayapti, chunki oyna bor-da. Birinchi do'konga kirib chiqay, kafega. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, kelin bilan mazza qilib, romantika. Uyaltirma. Uyalmang, bemalol bo'pti, sog' bo'linglar. Yangi yo'qmi? Yo'q, hali endi bo'ladi-da. Bo'pti, bo'sh kelmang, omad. Ana endi akalar, mana yoqlar ko'rib chiqdim hamma yoqda. Mana yoqdan, mana bu yoqda ko'rmabman ekan. Shu tomondagilar joylardan bir ko'ring. Mana yoqda Sherali bilan yangam bor ekan. Ochilmaydimi derazasi? Ochilmas ekan, mayli. Assalomu alaykum yanga. Va alaykum assalom, keling, Jo'xa, yaxshimisiz? O'zingiz ham yaxshimisiz? Bo'ladi. Sherali katta bola bo'lib qoldimi? Hali ham pampers taqayaptimi? Taqatda. Mayli, yaxshi o'tiring, bo'pti. Mayli, kelib turing. Mayli, harakat qilaman kelib turishga. Janob mer menimcha urishsa kerak kelib tursin. Bu qanaqa joy ekan? Bu yer namcha tor ko'cha, bu yerda ko'cha. Assalom, brat. Va alaykum assalom, qalaysan, yaxshimisan? Sherali bank bu yerda ham bormi? Janob merda bolasi qayerda bo'lsa o'sha yoqda bo'ladi-da. Yaxshi, bo'pti, hozir men bitta kirib ko'ray-da. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom, xush kelibsiz Sherali bankka. Men tanimadingizmi? Solgina tanimayroq turibman. Esingizda yo'qmi? Ahranalik qilgandim bir kun. Esladim, malades. Uni parolini ham bilaman men. Rostdan bilasanmi? Ishonmasangiz hozir ochib ko'rsataman, mana qarang. Mana aka. O'z rostini bilar ekansan, qo'yilman. Ko'rdingizmi? Ishlaganman-da, bo'pti, brat. Bu yoqqa kirdim. Menimcha bu yoqqa kirib chiqaman. Bu yerda bitta sotuvchi brat bor. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Bo'pti, sog' bo'ling. Sizdan menga kerakli narsa yo'q ekan. Ana endi janob merda yoniga borsam bo'ladi. Menimcha mana bu uylar g'alati, yo'l ustiga qurib olgan. Bular hali janob mer menga aytsa kerak, qaytaribchi hammasini deb. Janob mer. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Tinchmisan? Shu yerga ham men topib keldingmi? Sizni men любой joydan topaman janob mer. Yaxshi, o'zi konkret bitta ishchi kerak edi. Nima? Eshitganing, ishchi kerak bizga. Mayli, ishlaymiz. Nima ish bor janob mer? Qarochi, tepadagi sandiqdoshda, sandiqmi, shkafmi, xullas tepamdagi. U seni narsalaring uy qurib olasa o'zingga keyinchalik, lekin hozir emas. Hozir nima qilay? Tepadagi yashikdosh o'ng tomondagi. Lavalarni ol. Kuyib ketmayman olsam? Yo'q, qo'rqma. Bo'pti, to'xtang, avval mana bu bo'sh, mana bu yer bo'sh ekan, shuni solib qo'ying. Ana endi hozir janob mer lavalarni nima uchun olaman o'zi? Olayver aytaman.
bo'pti, birinchi olib chiqayin hammasini bo'lmasa. Oho, o'zi ham 1 milliarddaku birsida bir sandiq ekan o'zi ham, bir yashik, ya'ni bu meni inventarimni to'ldirib tashlar ekan. Bo'ldi, endichi? Endi pastidagisini och. Bu yerda tushundim. Demak, zapravka qurish kerak qayerdadir, shundaymi? Xuddi shunday. Borgindan qurishni boshla. Qayerdan quray? Qayerdan qurishing mumkin? Boshimga qur, boshimga. Yo'q, bo'ldi, tushundim. Parkovkani oldiga, shundaymi? Tushunarli. Ana shunaqa. Ya'ni tushundingmi demoqchiman. Tushundim, bo'pti, tushunarli jonim. Sen navbatga turibsanmi? Yo'q, shunchaki eshitayotgan gaplaringni. Quloqmisan? Yo'q, men ismim nima edi? Hozir eslab olay. Esingdan ham chiqib ketgan. Quloqsan sen, tushundingmi? Tak, akalar, endi biz borib birinchi o'rinda nima zapravka qurishimiz kerak mana shu yerdan. Ya'ni men quraman, sizlar kuzatasizlar doimgidek. Tak, qaniydi ana zapravka? Tak, mana zapravkani narsasi shu yerda turadi. Yashik esa yonida turadi mana bunaqa. Yashik nimaga turishini keyin ko'rsataman akalar sizlarga. Tak, mana ularni pakajda olib turamiz inventardan, bunaqaroq qilib. Tak, ana endi lavalarni bir chekkasidan shunoq quyib chiqaveramiz mana unga. 15 ta lava ketadi, adashmasam bir ketishda. Tak, bo'ldi, endi bitta qilib yuboramiz bulardan. 4 ta bo'ldimi hozir? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. 4 ta shuni hisob qo'yamiz mana bu yoqqa. Pakajda kamaygan akalar. Tak, ana endi 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Ana endi bittani olamiz. Tak, mana ularni shunday bitta qilib qo'yaylik. 2 tani yana olamiz akalar. 1 ta, 2 ta. 3 tasini hammasini shunday hisob qo'ysak bo'ldi. Bu yoqqa nima solayapman? Tak, lavalarni yana olamiz akalar, bu yoqqa qaratib. Tak, bu lava bilan ishlaydi akalar. Bizning mashinalar lava bilan yuradi. Lavadan benzin olinadi, benzinni keyin mashinaga solib turib haydashadi. O'shanaqa sal g'alatroqda akalar bizda. Tak, nechta qoldi? Yana 3 ta ketar ekan, 3 tani sovuramizda. Qolganini nimaga solib qo'yaman, turaveradi. Mana bu yerga solib qo'ysam turaversa kerak. Tak, mana akalar chotki bor, yorvarishim qilib Endi men bu yoqlarni bir aylanib chiqay, qani nima bor ekan? Yo'l ustiga qurib qo'yibdi zinasini. Chekkara qursa bo'lmasmikan? Kompyuterchi brat uydanmikan, ishxonasida, ya'ni. Assalomu alaykum brat. Va alaykum, Kejo'g'a. Bu kallangizga nima qo'yib oldingiz? Bilmayman, nimadir paydo bo'lib qopti. Yaxshi, men yerda nimadir bormi deyman. Kompyuterlarsiz o'sha-o'shami? O'sha. O svetingiz qani? Olib tashladim, lampochka kuydi. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Mayli, kelib tur. O'zi kelganim yo'q, kelib tur deydi yana, mayli. Stop. Bu yerda qanaqadir mashina bor ekanmi? G'alati. Mayli, hozir ko'ramiz akalar. Tak, bu qanaqa mashina ekan? Tushunarsiz. Yuramikan, haydab ko'rayin chiqani. Kim bu yerga tashib ketdi? Benzin yo'q. Ketdim, benzin olib kelaman. Kakras o'z zapravka qurayotgandim-ku. Benzin bor edi menda kakras. Tak, asta chiqamiz. Asta va asta harakatlanish kerak. Chunki tez harakatlansam, yiqilib tushsam, dabdala bo'lib ketishim mumkin. Tak, bitta sosam menimcha bo'ladi, normal yurib. Shu parkovkaga olib kelib qo'yay, kimniki bo'lsa ham, akalar o'zi kelib turib egasiga olib ketadi. Bu yerda g'alati yo'l qilingan ekan, qaranglar, g'adir-budur bo'lib yotibdi. Mayli, u keyin to'g'irlansa kerak, janob mer buyruq bermagan hech kimga buni to'g'irla deb turib, buyruq berganga tozalangan bo'lardi, sozlangan bo'lardi, hamma yo'q. Tak, asta haydaymiz. O'zi akalar, men mashina bilasizlar-ku, asta haydayman doim ham. Keyin asta haydab borib, bo'ladi-yu, atak bu marta uni qilmaslikka harakat qilib ko'raman, chunki o'sha bu boshqa qishloq akalar. Lekin boshqa qishloqda ko'proq bunaqa narsa bo'lishi mumkin. Yangi qishloq ekan deb turib, tak, asta zinasini mana shu yerga qurib qo'ygan dabdalada jetelda. Benzin sirasi tugadimi deyman, a? Yo'q, darrov tugashi mumkin emas. Darrov tugashi vashcha mumkin emas akalar. Chunki o'zi ko'p haydagan bo'lsam, bir 20 metrcha haydadim. Akalar, parkovchik bo'lib ketyapman kundan kunga bor. Chunki oldingi qishlog'imda 99 da ham 100 da ham parkovkani men qilardim. Yorib turib qilib tashardim. Asta. Tag kofexonaga kiritib yubormay mashinani. Keyin kofe ichib o'tiramiz mashina bilan. Tak, bo'ldi. Всё akalar, mana shu yerda datchik o'chiqmikan? O'chiq. Bir marta agar akalar omadim keldi, datchik yonmay qolibdi, qo'yilma. Lekin bor yorib parkovka qildimmi, kommentar yozib qoldiringlar qani. Vashshi chotki parkovka qilib tashaman, to'ldiramizda. Qaytarib joyiga qo'yamizda, bitta lavani olib turib joyiga quyib qo'yamiz. Bo'ldi, всё akalar. Ana endi qarochi buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, mana unga yana bitta ikkita quyib qo'ysammikan? To'xtanglar, kakras ikkita bor, mana shu ikkitani quyib qo'yayin. Tak, okey, qo'yamiz. Tak, birinchi o'rinda ikkitani quyib kelaydi. Bitta, ikkitani qo'yamizda, endi ikkitani bu yerdan olib turib, ikkita lavani quyib yuboramiz. Bo'ldi, всё akalar, ko'ryapsizlarmi? Yorvarishda bu yoqqa. Ketdim, men janob merga aytay, men uy qurmasam bo'lmaydi bu qishloqda.
Oho, janob mer, u mana yerda shaxtdan itini qurdirgan, mana yerda polzini dahshat qilib qo'yibdi, zinalar qilib. Lekin mana bank vashshi joyiga joylashgan ekan. Janob mer uyiga, mana uyiga tiqilib yotibdi borib. Mana shu yerda o'zimga qayerdan uy qursam-ekin? Akalar joyida topish problema. Qishloqdan kirgan joyga qursam-ekin, keyin janob mer meni qorovul qilib qo'ysa-chi. Qishloqda kirish joyida joylashgansan, qarab o'tiramanmi yo'qqa deb a. Yo, bo'lmaydi. O bu yerda uchastkovoy bor ekan, mashinasi Matizmi yo boshqa narsa ekan. Akalar, qarochda uyimda men o'ylashim bo'yicha shu atrofdan qayerdandir mana shu uyda remont qilib olaymikan yoki kommentariy yozinglar chiqani, shu uyda remont qilsam, lekin vashchi bo'lib ketadi. Bu uy eski uy bo'lmaydi. Yo, mana bu yoqdan mana shu yerdan qursam, lekin vashchi bo'lsa kerak menimcha. Mana shu yerlardanmi yoki bu tomonroqdanmi, mana shu yerda men qursam kerak. Xullas o'ylab ko'raman-da. Akalar, sizlar ham kommentariy yozinglar. Tay men janob Medioniga borib hozir aniqlashtirishim kerak. Tay menga buyurtmachi brat bor. Assalom brat. Va alaykum Jog'as, bu yerga ham keldingmi? Siz ham keldingizmi? Endi yangi qishloq ekan, hammamiz ko'chib kelardik. Men ham keldim o'shaning uchun. Yaxshi bo'pti, mayli uy-puy qurib ol. Bo'pti, rahmat sizga.